Radnoylar, men sizlarga bitta zavtrakni ko'rsataman. Men mana shu zavtrakni ko'pdan beri yeyman. Mana shu zavtrak yeyotganimdan beri qorinlarim ham ketgan. Shunda kun bo'yi kayfiyatlarim ham zo'r bo'lib yuradi. Plus, onanglarni ham bezovta qilmaysizlar, opanglarni ham, xotininglarni ham hech kimni ham bezovta qilmaysizlar. Idish to'g'lamay yurishga hojat qolmaydi. Bu zavtrakimizning nomi Овсяный kasha mana shunaqa korobkada bo'ladi, radnoylar. 3 minutda tayyor bo'layotganini olsanglar, suvni juda ham tez tayyor bo'ladi. Mana stakanga solasizlar, mana. Bu yerda 50, 60, 100 grammgacha. 50 kiloli bo'lsaydi 50 gram, 70-80 kilogramm bo'lsaydi 100 gram solasizlar. Qaynab turgan suvni shundoq ustidan bo'ktirib solasizlar. Suv yopish kerak. Ovsyaный kashani suv yopib qolish kerak mana. Bir qoshiq asal solaverasiz, radnoy. Og'zini yopib qo'yasiz. 3 minutda tayyor bo'ladi, radnoy. Mana shunaqa zavtrak o'tsangiz, o'zingiz ham zo'r bo'lasiz, uyingizdagilarni bezovta qilmaysiz. Videoga like bosib, saqlanib qo'yish esdan chiqmasin, radnoy, charchamang.